Taqdir xo'jayini yoki taqdiringizni o'zingiz yarating kitobi. M. Masharipov. Muqaddima o'rnida psixologiyaga va shaxsiy rivojlanishga doir kitoblar juda ham ko'p yozilgan, lekin o'zbek kitobxonlari uchun bu mavzudagi arzirli kitoblarni barmoq bilan sanash mumkin xolos. To'g'ri, o'zbek tiliga tarjima qilingan kitoblar talaygina, lekin ularning hammasi ham bizning talablarimizga mos keladimi? Gap ana shunda. Ko'pchilik o'zbek tiliga tarjima qilingan shaxsiy rivojlanishga bag'ishlangan kitoblarni tahlil qilib, shunga amin bo'ldimki, ularning ko'pchiligi ommabop qilib yozilgan. Ya'ni bu kitoblarni o'qib, ularni amalda tatbiq qilish juda mushkul ish. Chunki ularda amaliy tavsiyalardan ko'ra ertaknamo voqealarga ko'proq e'tibor berilgan. Men ana shu bo'shliqni to'ldirishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Bu kitob sizning kelajak hayotingizni qayta qurishga turtki bo'lishiga aminman. Unda keltirilgan usullar va texnikalarning barchasi hayot sinovlaridan o'tgan va bir necha ming yillik tajribalarga dosh bergan. Men uni qanday nomlashni ancha o'yladim va ko'pchilik takliflarni ko'rib chiqdim. O'quvchilarim bir qancha dahshatli nomlarni ham taklif qilishdi, lekin ancha o'ylagandan keyin uni taqdir xo'jayini deb atashga qaror qildim. Chunki siz bu kitobni o'qib, o'z hayotingizga tatbiq qilishingiz natijasida o'z hayotingizning xo'jayini bo'lishingiz mumkin. Unda sodir bo'ladigan har qanday voqea, hodisalarga siz o'z ta'siringizni o'tkaza olasiz va sizning hayotingiz qanday bo'lishini o'zingiz hal qilasiz. Bunda tasodiflarga o'rin bo'lmasligi kerak. Hayotingiz rejasini tuzishga faqat siz haqlisiz. Uning qanday o'tishi boylikda yoki qashshoqlikda, rohat yoki ezilishda, xo'jayin bo'lib yoki qul sifatida gavdangizni g'oz tutib yoki ikki bukilib o'tishingiz sizning qaroringizga bog'liq. Agar birinchi variantni tanlasangiz, g'oliblar safiga xush kelibsiz. Lekin bunda yo'lning tekis bo'lishi va hayotingizning siz o'rganganday bir xilda kechishiga umid ham qilmang. Bu jangchining hayot yo'lidir. Unga kirgan kishi umri davomida jang qilishiga to'g'ri keladi va birinchi navbatda o'zi bilan. O'zingizni tushuna va o'zgartira olsangiz, bu dunyoda siz erisha olmaydigan hech qanday narsaning o'zi bo'lmaydi. Agar ikkinchi variantni tanlasangiz, sizga berishim mumkin bo'lgan eng yaxshi maslahat bu kitobni umuman qo'lingizga olmang. Chunki unda harakat qilishga, o'zgarishga, g'olib bo'lishga, o'z kuchingizni o'zingiz qurishingizga da'vat mavjud. Bu esa har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Lekin men sizning birinchi variantni tanlashingiz tarafdoriman. Chunki g'oliblar va yetakchilar soni qancha ko'p bo'lsa, jamiyat shunchalik gullab yashnashini hayot tajribasi ko'rsatgan. Sizning har qanday jamiyatning guli bo'lishingizni tilab, Mardon Masharipov. Oliy odam falsafasi. Atrof muhitning insonga ta'siri. Agar siz yangiliklarni eshitsangiz yoki atrofdagilarning gaplariga quloq solsangiz, xuddi yildan yilga bizning erkinligimiz oshayotganday tuyuladi. Chunki doimiy ravishda bizning huquqlarimizni himoya qiladigan qonunlar qabul qilinyapti. Buning ustida juda ko'plab odamlar ishlashyapti. Mahallaning rivojlanishiga katta e'tibor qaratilyapti va hokazo. Lekin aslida ham shunaqami? Biz erkinmizmi?
haqiqatdan ham biz haqimizda qayg'urishyaptimi? Keling, yaxshisi bu savollarga javob topish uchun jamiyatda sodir bo'ladigan jarayonlarni ko'rib chiqsak. Qadim zamonlarda haqiqatdan ham odamlar boshqa qabila odamlarini ekspluatatsiya qilish uchun harakat qilishgan. Buning uchun urushlar olib borishgan va bir-birini o'ldirishgan. Qo'lga tushgan asirlarning hammasini o'ldirib yuborishgan. Keyinchalik ulardan qul sifatida foydalanishni o'rganishgan. Jamiyat rivojlangan sari bu jarayonlar ham murakkablasha borgan. Ya'ni faqat harbiylarni o'ldirish mumkin va tinch aholiga tegmaslik kerak degan fikrlar paydo bo'lgan. Rivojlanish natijasida yaradorlarga yordam berish va asirlarni almashtirishni o'ylab topishgan. Bu bilan jamiyat mehribonroq bo'lib qoldi deb o'ylash noto'g'ri. Bu yerda aslida omilkorlik to'g'risida gapirsak to'g'ri bo'ladi. Keyinchalik quldorlik jamiyati tugatildi va feodal, kapitalistik, sotsialistik jamiyatlar qurildi. Xo'sh, bu jarayonlar natijasida odamlar odilroq bo'lib qoldi deyish mumkinmi? Aslo mumkin emas. Chunki bu jarayonda odamzodning ichki tuzilishi umuman o'zgarmadi va uning tashqi qobig'ini boshqa ko'rinish oldi. Masalan, oddiygina xususiy mulkning paydo bo'lishi qanday oqibatlarga olib kelganligini olsak. Dastlab hali xususiy mulk yo'q bo'lgan paytlarda odamlar erkin bo'lishgan va faqat qabila yoki to'da foydasi uchun harakat qilishgan. Qabiladagi eng kuchli kishi qabilaga boshchilik qilgan. Qabilaning yig'gan barcha narsalariga u egalik qila boshlagan va bu narsalarni keyingi avlodga qoldirish masalasi paydo bo'lgan. Xo'sh, qabila sardorining vorisi kim bo'ladi? Qabiladagi eng kuchli va aqlli erkakmi? Qoida bo'yicha aynan shunday bo'lishi kerak edi. Ammo qabila sardori uni o'z farzandlaridan birortasiga qoldirishni ma'qul ko'radi. Xo'sh, uning o'z farzandi kim bo'lishi mumkin? Albatta, uning o'z xotinidan bo'lgan farzandida. Lekin poligamiya sharoitida va seksual erkinlik mavjud sharoitda qaysi bir bola uniki ekanligini aniqlash mushkul masala edi. Natijada ayollarni ham xususiy mulk qatoriga qo'shish, unga to'daning erkin a'zosi sifatida emas, balki shaxsiy mulk va tug'ish mashinasi sifatida qarash vujudga kela boshladi. Endi ayollar erkakning shaxsiy mulki bo'lgandan keyin uning boshqa erkaklar bilan qo'shilishi erkaklar uchun ma'qul emas edi. Lekin doimiy ravishda ayolni kuzatib yurish ham mumkin emas edi. Shuning uchun yangi axloqiy normalar kiritila boshlandi. Ya'ni endi ayollarning eriga sodiq bo'lishi qo'llab-quvvatlanar va ularning boshqa erkaklar bilan bo'lishi qoralanar va jazolanar edi. Keyinchalik bu axloq normalari jamiyatda shunday o'rnashib oldiki, endi erkaklar ayollarni kuzatib yurishining keragi bo'lmay qoldi. Ayollarning o'zlarini nazorat qila boshlashdi va boshqa erkakka hatto qiyov boqish ham uyat hisoblana boshlandi. Hozirgi kunga kelib bu axloq normalari butun dunyoga tarqaldi va kishilar ongiga chuqur o'rnashib oldi. Odamlar bu normalarsiz o'z hayotlarini hatto tasavvur ham qila olishmaydi. Bu yerda biz bittagina holni ko'rib chiqdik. Bizning bugungi kunda o'zimiz haqiqat deb biladigan barcha axloqiy normalarimiz va qoidalarimiz ham xuddi shu yo'l bilan yuzaga kelgan. Buni qilmaslik va bunisini esa albatta qilish kerak qabilidagi barcha axloq qoidalari kimlargadir foydali bo'lganligi uchungina ishlab chiqilgan. Bu qoidalarni qabul qilgan tomon o'z ixtiyori bilan o'z huquqlaridan boshqa tomon foydasiga voz kechgan.
Buning natijasida jamiyatda taraqqiyot bo'layotgandek ko'rinadi. Lekin aslida ham taraqqiyot bo'lyapti deyish mumkinmi? Aslini oladigan bo'lsak, bu faqat tashqi ko'rinish edi. Odamning ichki ko'rinishi dastlabki odamlarnikidan umuman farq qilmasdi. Bu holatda faqat bir narsadagina o'sishni ko'rish mumkin. U ham bo'lsa, odamning aqli o'sa boshlagan va ayyorlik qila boshlagan. Endi dastlabki odamlar qabilasidagi kuch hokimiyati o'rnini axloqiy qoidalar hokimiyati egallay boshladi. Hozirgi jamiyatimizda bo'lsa, axloqiy prinsiplar yordamida odamlarni boshqarish eng oliy darajaga yetkazilgan. Masalan, 5 ta bolaning otasini oladigan maoshiga faqat bir o'zining qorni to'yishi mumkin bo'lgan ishga yillar davomida borib kelishi va bu ishdan boshqa ish qilmasligini nima bilan baholash mumkin? Uning oliy ma'lumot to'g'risida diplomi bor. U bozorga chiqib yoki boshqa yo'llar bilan pul topishni o'ziga ep ko'rmaydi. U o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlashi kerak. Uning xotini bo'lsa, bu vaqtda o'zini yerga urib bo'lsa ham birovlarning xizmatini qilib oilani tebratayotganligi uni to'lqinlantirmaydi. Bu odamga yoshligidan boshlab savdo sohasida faqat o'g'rilar ishlashi, hokimiyatga bo'lsa faqat qaroqchilar va poraxo'rlargina ega bo'la olishi mumkinligi, halol, pok va vijdonli odamlar bo'lsa peshonasidan ter to'kib og'ir mehnat qilishi va buning evaziga olishi mumkin bo'lgan maoshiga yashashi kerakligi to'g'risida tushuntirish o'tkazilgan. Bu sohada ayniqsa sovet ideologiyasi juda katta yutuqlarga erishgan. Bugun biz erkinlikka erishdik, mustaqilmiz, xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin deymiz-u, lekin jamiyatimizdagi katta ko'pchilikning sovet davrida tug'ilib o'sgani va o'sha davr falsafasi bo'yicha tarbiyalangani hamda ular hozirda o'z farzandlari va boshqa bolalarga ta'lim berayotganligini hisobga olmaymiz. Bu esa juda katta kuchdir. Hozirda Sovet ittifoqi yo'qolib ketgan bo'lsa-da, biz hali ham uning soyasida yuribmiz. Zamonaviy odam o'zini erkin deb hisoblaydi, lekin u axloqiy prinsiplar va qonun qoidalarning qulidir. Bunda u aynan bir kishining buyurganini bajarishi shart emas. Zamonaviy odam jamiyatning qulidir. Jamiyat undan nimani talab qilsa, u shuni berishga majbur. Bu jarayonda odamlar shu darajaga borib yetishdiki, hatto ularning fikrlash tarzi ham o'zgardi. Endi odamlar ozod, erkin shaxs bo'lish haqida emas, balki qanday qilib yuqoridan berilgan bosimga chap berish haqida o'ylay boshlashdi. Aynan shuning uchun ham iqtisodiy va yuridik ta'lim olishga bo'lgan intilish juda kuchaydi. Hatto bu ta'lim muassasasidan biror bilimga ega bo'lmasdan chiqishsa ham, u yerdan olgan diplomlari bir kunlariga yarab qolishi haqida ko'proq qayg'ura boshlashdi. Bu esa qullikning xususiy ko'rinishidir. Bunday tarbiya topgan odamlardan bo'lsa, har qanday salgina erkinroq bo'lgan va uzoqni ko'ra oladigan shaxs, guruh yoki jamiyat o'z maqsadi yo'lida bemalol foydalanishi mumkin. Bu odamlar bo'lsa, hatto o'sha guruhning ta'siriga tushib qolishganini va birovlarning foydasiga ishlay boshlaganlarini sezishmaydi ham. Har qanday jamiyat iyerarxik tizimdan iboratligi hech kimga sir emas va bu tizimda har bir kishining o'z o'rni bor. Bu o'rin oldindan qat'iy belgilab qo'yilgan. Har qanday tizim va muvozanatini saqlashga harakat qiladi. Xuddi shu sababli ham iyerarxik tizimda kamdan kam hollardagina odamning o'zi egallab turgan darajadan 2 va undan ortiq pog'onaga ko'tarilishiga yo'l qo'yiladi. Bu yerda kamdan kam hollar degan jumlaga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Demak, bundan jamiyatning yuqori pog'onalariga ko'tarilishning iloji bor va undan faqat kamdan kam odamlargina foydalana oladi degan fikr kelib chiqadi. Agar siz ham shunday o'ylay boshlagan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri yo'ldasiz.
Qanday qilib jamiyatdagi erkinlik yo'qligini biz o'zimizning muvaffaqiyatimiz bilan bog'lay olamiz? Berilgan mavjud sharoitda qanday qilib yetakchilik darajasiga erishishimiz, real hokimiyatga ega bo'lishimiz mumkin? Shu va shunga o'xshash savollarga ushbu kitobda javob topishga harakat qilamiz. Har qanday holatda ham odamlarni ikki toifaga ajratish mumkin. Birinchi toifadagi odamlarga hamma narsa mumkin yoki deyarli hamma narsa mumkin. Ikkinchi toifadagi odamlarga bo'lsa, chegaralangan doiradagi narsalardan boshqasi mumkin emas. Agar bilsangiz, 99% odamlar aynan ikkinchi toifadagi odamlar sirasiga kirishadi. Xo'sh, siz qaysi toifaga mansubsiz? Agar birinchi toifaga kiraman deb hisoblasangiz, shu yerda o'qishdan to'xtashingiz mumkin va keyingi mavzularni umuman o'qimang. Ko'p bilish sizga zarar qiladi. Agar bunga ozgina bo'lsa ham gumoningiz bo'lsa, qo'rqmasdan keyingi sahifalarni o'qiyvering. Anchagina foydali narsalarni bilib olasiz va balki hayotda qo'llashingiz ham mumkin. Bizning mamlakatimizda pichoq taqib yurish mumkin emas. Sizni sovuq qurol saqlaganlikda ayblashlari mumkin. Lekin u milliy kiyimning bir bo'lagi bo'lsa, bemalol chust pichog'ini belboqqa taqib yurish mumkin. Shaharlarning markazida yuk avtomobillarining yurishi mumkin emas, ammo agar maxsus trans bo'ladigan bo'lsa, nafaqat yuk avtomobillari, hatto shaldiroq traktorda ham yurish mumkin. Miltiq olib yurishku umuman taqiqlanadi, ammo ovchilik litsenziyasi bor bo'lsa, bemalol miltiq ko'tarib shaharni aylanishi mumkin. Ya'ni bu aytganlarimiz va shunga o'xshash boshqa narsalar hech kimga mumkin emas, ammo ayrim hollarda mumkin. Bizning maqsadimiz mumkin emas toifasidan mumkin toifasiga o'tishdir. Ya'ni hamma narsaga ruxsat berilgan odam bo'lishdir. Dasturlashtirish oqibatlari. Agar siz e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchilik hollarda yaxshi tarbiya ko'rgan, oliy ma'lumotli odamlar butun umr bir chekkada qolib ketishadi. Lekin hech narsani bilmaydigan va aqli yo'q kishilar katta muvaffaqiyatga erishadilar va hammaning ko'z o'ngida bo'lishadi. Ular hatto bunday qilish mumkin emasligini bilishmaydi ham. Kvant mexanikasining asoschilaridan biri bo'lgan Max Planck aytgan ekan: agar bu narsa bo'lishi mumkin emasligini bilganimda, hech ham buni qilishga urinmagan bo'lardim. Ko'pchilik odamlar bilan gaplashsangiz, ularning juda aqlli ekanliklarini ko'rasiz, lekin hayotda ular biror bir ko'zga ko'rinadigan muvaffaqiyatga erishishmagan bo'lib chiqadi.
kimdir birovni yoqtirib qoladi, lekin uning yoniga borganda tilini tishlab oladi, gapirishga qo'rqadi. Keyin bo'lsa, nima sababdan unga gapirmagani va o'zi yoqtirgan odamning u kabi odamlarni yoqtirmasligi haqidagi ahmoqona fikrlarni o'ylab topadi. Yoki birov ko'p foyda olish mumkin bo'lgan biznes turini o'ylab topadi, lekin uni amalga oshirish uchun hech nima qilmaydi. Uzoq o'ylanadi, ikkilanadi, hamma tomonlarini hisob-kitob qiladi va biror vaqt o'tgandan keyin boshqa birovning aynan shu ishni qilganini bilib qoladi. Nima sababdan odamlar qarorlar qabul qilish va harakat qilishdan qo'rqishadi va butun umr davomida bir joyda turib qolishadi? Ko'pchilik hollarda biz nimaga aynan shunday ish tutayotganligimizni bilmaymiz. Mantiqqa zid ish qilib qo'yib, keyin nimaga shunday qilganimizni oqlash uchun bahonalar o'ylab topamiz. Odamzod bir vaqtning o'zida ikkita kuch, ong va quyi ong ta'sirida bo'ladi. Ko'pchilik hollarda biz quyi ongning ta'sirida mantiqsiz harakatlarni amalga oshiramiz va keyin bu holdan kuyib yuramiz. Biz xohlaymizmi yoki yo'q, baribir bu shundayligicha qoladi. Bu xatti harakatlar ko'pincha ichki intilishlar ta'sirida yuzaga keladi. Bu ichki intilishlarning ayrimlari bizga tug'ilganimizda berilgan bo'lsa, ayrimlarini bizga tarbiyalash jarayonida berishgan. Bu xuddi kompyuter dasturiga o'xshaydi. Tegishli holat sodir bo'lganda va tegishli tugmacha bosilganda ayni harakatlar kompleksi bajariladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Dasturda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, aynan o'sha harakatlargina bajarilishi kerak. Xuddi shunga o'xshash dasturlar bizning miyamizga joylashtirilgan va ularni biz uchun boshqalar o'ylab topishgan. Bu dasturlar bizning o'zimizni tutishimizni nazorat qiladi, qaysi ishni qilishimiz va qaysinisini qilmasligimiz kerakligini nazorat qilib turadi. Bu dasturlarga ko'ra biz tug'ilishimiz, kattalarning gapiga kirishni o'rganishimiz, ma'lum yoshga borib salomatligimiz yomonlashishi, jamiyatda ma'lum pog'onani egallashimiz va shundan keyin dunyodagi barcha narsalardan ko'nglimiz qolishi va umidsizlanishimiz kerak. Ya'ni tashqaridan kiritilgan dasturlar bizning rivojlanishimiz uchun emas, balki bir joyda qotib qolishimizga mo'ljallangan. Mavjud tarbiyalash tizimi odamlarni muvaffaqiyatsizlikka yo'naltirishga mo'ljallangan. Bu tarbiyani olgan ayrim kishilarning muvaffaqiyatga erishishi olgan tarbiyasi tufayli emas, balki uning ana shu tarbiyalashga qarshi tura olganligi natijasidir. Uyda ham, bog'chada ham, maktabda ham va hatto oliy ta'lim muassasalarida ham kattalarning aytganiga so'zsiz quloq osadigan, ularning aytganidan chiqmaydiganlarning boshini silashadi va ularni maqtashadi. Lekin aynan yoshligidan boshi silanib katta bo'lganlar hayotda o'rtacha darajadan yuqoriga ko'tarila olishmaydi. Shu bilan birga surbet, axloqsiz, tentak, befahm deb hisoblangan bolalar borki, ular jamiyatning eng yuqori pog'onalariga chiqishga, boyib ketishga va muvaffaqiyatga erishishga qodir. Bundan ko'rinadiki, hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun bizga singdirishga harakat qilinganidan boshqacharoq sifatlar kerak bo'lar ekan. Xo'sh, bu qanday sifatlar ekan? Bular o'ziga ishonch, o'zining boshqalardan ustun ekanligini his qilish, kimning kim ekanligini tezda aniqlab ola oladigan zehn, kuch, aqliy va jismoniy,
tap tortmaslik, oxirigacha kurashish, boshqalarning fikrini haqiqat sifatida qabul qilmaslik, o'z fikrini boshqalarga o'tkaza olish va boshqalardir. Bu yerda bizga kerak bo'ladigan sifatlarning hammasi sanab o'tilgani yo'q, lekin shuning o'ziyoq ko'pchilik odamlarda qat'iy norozilik uyg'otishi shubhasiz. Ular bu qanday bedodlik, bizning o'zbekona odatlarimiz qayerda qoldi, sen faqat kattalarga hurmatsizlik qilishni targ'ib qilyapsan, jamiyatga qarshilik qilishni o'rgatmoqchimisan deb o'z noroziliklarini namoyish qilishadi. Hatto men mana shu kitob matnini internetda e'lon qilganimda meni beodoblikka chaqirishda ayblangan ancha xatlarni olganman. Ammo yuqorida aytilgan sifatlarning hech qaysisi jamiyatga qarshilik qilish yoki boshqalarga hurmatsizlik qilish kerakligini bildirmaydi. Masalan, boshqalardan ustunlikni his qilishni olsak. Agar sizda boshqalardan ustunlik hissi bo'lsa, siz buni butun dunyoga jar solishingiz shart emas. Boshqalarning o'zlari ularning oldida ularga nisbatan ustun shaxs turganligini ko'rishadi va sizga yaltoqlana boshlashadi. Bu oddiy haqiqatdir. Ya'ni hammaga ma'lum multfilmda Ajina aytganidek, qo'rqsa hurmat qiladi. Agar birov o'ziga notanish kishi bilan uchrashib qolsa, uning birinchi qiladigan ishi oldidagi odamning darajasi unikidan yuqorimi yoki past ekanligini aniqlash bo'ladi. Buni hammamiz o'zimiz sezmagan holda ongsiz ravishda amalga oshiramiz. Agar oldimizdagi odam bizdan ustun bo'lsa, ikki bukilib salom beramiz. Agar past darajali bo'lsa, burnimizni ko'taramiz va teskari qarab o'tib ketamiz. Men o'z treninglarimda o'rgatadigan birinchi mashqlarimdan biri bu agressivlik mashqidir. Bu mashqni bajarishda treningda qatnashuvchilarning 90% qiynalishadi, chunki bu ularning odatdagi dunyoqarashlariga zid keladi. Ammo mashqni bajarish natijasida ko'pchilik tinglovchilar oldin uning bor yo'qligiga ham e'tibor bermaydigan va butunlay notanish odamlar ham unga e'tibor bera boshlaganligi va salom berishini aytishadi. Odamning yurish turishida va o'zini tutishida hech narsa o'zgarmagani holda uning ichki holati o'zgarganligini boshqalar sezishadi va shunga mos o'zlarini tutishni boshlashadi. Bu bilan ular sizni o'zlaridan ustun qo'yishadi. Mashqning o'zi sal keyinroq ustunlik hissiyoti bo'limida beriladi. Hozir bo'lsa jamiyatning tuzilishiga to'xtalsak. Har qanday jamiyat 4 ta toifadagilardan iborat bo'ladi. Cho'ponlar, qo'riqchi itlar, qo'ylar va bo'rilar. Cho'ponlar uchun qonun-qoidalar yo'q. Ularning qoidasi o'z xohishlari. Ularning o'zlari qo'riqchi itlar va qo'ylar uchun qonun-qoidalar ishlab chiqishadi. Qo'riqchi itlar bo'lsa, faqat cho'ponlarning buyrug'iga bo'ysunishadi. Qo'riqlashga buyruq berilsa, qo'riqlashadi. Haydashga buyruq berilsa, haydashadi. Bo'rilar yo cho'ponlarga qarshi turishadi yoki ularning o'zlari cho'pon bo'lishadi. Ularning qoidalari oddiy. Sardorni hurmat qil, qo'lga kiritilgan o'ljaning bir qismini to'da foydasi uchun topshir. Qo'riqchi itlar bilan hamkorlik qilma va boshqa bo'rilarni ularga topshirma. Ko'pchilik qonun-qoidalar aynan qo'ylar uchun ishlab chiqilgan. O'g'irlamaslik, o'ldirmaslik, boshqalarni yaxshi ko'rish va shunga o'xshashlar. Bu qoidalarning asosiy maqsadi qo'ylarning cho'ponlarga so'zsiz bo'ysunishidir. Agar ular bir-birlarini yaxshi ko'rishsa, yanada yaxshi. Ular bir-biri haqida qayg'urishadi va buning natijasida cho'ponlar va qo'riqchi itlarning tashvishlari kamayadi. Axloq va odatlar bo'lsa qonunning davomidir.
Har bitta qo'yni boshqarish uchun uning tepasiga bitta qo'riqchi itni qo'yish o'rniga uning kallasiga axloq odobni quysak, shuning o'zi qo'riqchi itning vazifasini bajaradi. Axloq prinsiplari qo'ylarga, cho'ponlarga, qo'riqchi itlarga va boshqa qo'ylarga zarar keltiradigan ishlarni qilishlariga yo'l qo'ymaydi. Uning miyasiga o'rnatilgan nazoratchi uning o'zini tutishini doimiy ravishda nazorat qilib turadi. Shu bilan birgalikda bu nazoratchi qo'yning o'zi uchun foydali ishlarni ham qilishiga yo'l qo'ymaydi. Axloq odob qoidalari qo'ylar uchun o'ylab topilgan va ular cho'ponlarga faqat xalaqit beradi. To'g'ri, axloq odob qoidalarini butunlay yig'ishtirib qo'yish yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun biz atrofimizdagi jamiyatda yashayotgan boshqa odamlarga nisbatan erkinroq bo'lish tarafdorimiz. Chunki absolyut erkinlikka ega kishilar hayotini yo qamoqxonada yoki jinnixonada yakunlashadi. Odamga erkinlik nimaga kerak? Odam tug'ilgan paytida ma'lum instinktlar majmuasi bilan tug'iladi. Asosiy 3 ta instinkt mavjud. Yashash uchun kurash. Bularga nafas olish, ovqatlanish va o'zini himoya qilish. Seksual instinktlarga qarama-qarshi jinsga intilish, do'stlik, bolalari haqida qayg'urish, ota-onaga bog'liqlik. Hokimiyat instinkti jamiyatda yuqori pog'onani egallash, boylik, o'zidan pastdagilarga zug'um o'tkazish. Bu instinktlar unga hayotda yashashida ko'mak beradi. Bu instinktlarning qondirilishi uning lazzatlanishiga olib keladi va odam dastlabki vaqtlarda onga ehtiyoj sezmaydi. Lekin bola o'zining taqiqlariga, shakllariga va stereotiplariga, normalariga ega bo'lgan jamiyat muhitiga tushadi. Bolaning bu taqiqlarga mos kelmaydigan har qanday harakati salbiy sanksiyalarni keltirib chiqaradi va ko'proq ota-onalar tomonidan. Bu taqiqlarning hammasi tanqid qilinmagan holda bola tomonidan qabul qilinadi. Bola bu taqiqlarni o'zlashtirib oladi va ular uning psixikasining bir qismiga aylanadi. Bu taqiqlar tizimi biror to'liqlik kasb etadi. Endi unda o'zi sezmagan holda ikkita mohiyat kurash olib boradi. Dastlabki instinktlar va nazoratchi taqiqlar jamiyat normalari va stereotiplari tizimi. Keyinchalik bu mohiyatlar kurashi jarayonida shaxsning shaxsiy o'zligini bilishi vujudga keladi, lekin bu ong faqat 10-20% holatlardagina ishlatiladi va qolgan hollarda xatti-harakatlar ong sezmaydigan motivlar asosida bajariladi. Shunday qilib, har bitta kishining psixikasida uning instinktlarini nazorat qilib turadigan va uni jamiyatning teng huquqli a'zosiga aylantiradigan nazoratchi mavjud. Agar hayvoncha jamiyat maqsadlariga to'g'ri kelmaydigan biror harakat qilmoqchi bo'lsa, nazoratchi shu zahotiyoq mumkin emas deydi va instinktlar darhol tormozlanadi. Nazoratchi bo'lishi kerak. Usiz jamiyat a'zolarining harakatlarining bir xilligi va ularning o'zaro xavfsizligini ta'minlash mumkin emas. Nazoratchi har bitta individning ijtimoiy yaroqliligini ta'minlaydi. Bola psixikasida nazoratchining shakllanishi jarayoni ijtimoiylashish jarayoni deyiladi. Nazoratchi tufayli biz nimani qilsa bo'ladi-yu, nimani qilib bo'lmasligini yaxshi bilamiz. Lekin bizning harakatlarimiz faqat o'zimiz tug'ilib o'sgan va shakllangan muhitdagina to'g'ri bo'ladi.
Aks holda bizning o'zimizni tutishimiz boshqalar uchun qabul qilib bo'lmas darajada bo'ladi. Masalan, eronlik musulmon ayolining Yevropaning biror davlatida o'zini tutishini ko'z oldingizga keltiring. Uning xatti-harakatlari yevropaliklar tomonidan qanday baholanishi mumkin? Shunday qilib, nazoratchi bizni ijtimoiy muhitga moslashtiradi, lekin u ong kabi universal emas va sharoitga moslasha olmaydi. Bundan tashqari uning yana bitta kamchiligi mavjud. U sizni kafolatli ravishda qulga aylantiradi. Surunkali muvaffaqiyatsizlikka, sharoitning, yo'nalishning, stereotiplarning, boshqalarning manipulyatsiyasining qullari sifatida dasturlangan odamlar oddiygina o'z qiziqishlarini himoya qilish va boshqalarning irodasiga qarshi turish kabi oddiygina to'siqlarni yengib o'ta olmaydi. Bu ularning ijtimoiy potensialining ochilishiga yo'l bermaydi. Hatto eng yuqori kvalifikatsiyaga ega bo'lgan odamlar ham, agar ular o'z hayotlarining ijodkorlari bo'lishmasa, jamiyat tomonidan tan olinmaydi. Jamiyat tizim sifatida jamiyat qiziqishlarini amalga oshirish uchun o'z qiziqishlaridan ongsiz ravishda voz kechadigan, boshqariladigan ijrochilar va qullarning shakllanishi tarafdoridir. Jamiyatning stabilligi mana shu harakatlar energiyasi hisobiga vujudga keladi. Bu yerda sizning shaxsiy maqsadlaringiz nazoratchi vakillik qilayotgan jamiyat maqsadlaridan farq qiladi. O'zini tutish stereotiplaridan qay darajada erkin bo'lsangiz, o'z shaxsiy maqsadlaringizni amalga oshirish uchun shunchalik samaraliroq harakat qila olasiz. Nazoratchining harakat maydonini kamaytirish va ongli menning maydonini kengaytirish orqali siz o'z harakatlaringizning maqsadga muvofiqligini hamda ularning natijaga yo'nalganligini oshirasiz. Shaxsiy samaradorlikni yuzlab marta kamaytirib yuboradigan juda ko'plab taqiqlar mavjud. Jamiyatning o'rtacha a'zosi taxminan o'z potensialining 1 yoki 2% foydalanadi. Qolgan qismi ichki kurashga ketadi. Uning bor yo'g'i 2-4%ni ozod qilish orqali biz samaradorlikni 2 barobar ko'tarishimiz mumkin. Aborigen yo'l ko'rsatuvchi bilan birgalikda tundrada ketayotgan geolog haqida latifa bor. Ular oldilaridan kelayotgan ayiqni ko'rib qolishadi. Buni ko'rgan aborigen qochishga shaylana boshlaydi. Sen ayiqdan tezroq yugura olaman deb o'ylaysanmi? Deb so'raydi geolog. Menga ayiqdan tezroq chopishning keragi ham yo'q, debdi aborigen. Men sendan tezroq yugursam bo'lgani. Absolut ichki erkinlikka erishish mumkin emas. Uning keragi ham yo'q. Boshqalarga nisbatan erkinroq bo'lsangiz bo'lgani. Nisbatan katta ichki erkinlik absolut raqobatchilik ustunligini beradi. Yugurishda raqibingizdan 1-100 sekund oldinlab ketishingiz sizni chempionga aylantiradi. U bo'lsa 2-o'rinni oladi. Minimal nisbiy ustunlik absolut birinchilikka olib keladi. Ichki erkinlikni kengaytirish va ozod bo'lish yo'liga kirishingiz bilan siz muvaffaqiyat va yetakchilik yo'liga ham kirasiz. Bu yo'ldagi har bir qadamingiz sizga absolut raqobatchilik ustunligini olib keladi. Bu yo'l cheksiz. Bu yo'lda sizning qancha yo'l yurganingiz ahamiyatsiz va faqat boshqalarga nisbatan qanchalik ko'proq erkin ekanligingizning ahamiyati bor. Boshqalardan erkinroq bo'lish bu maqsad va vositadir. Shaxsiy muvaffaqiyat vositasidir. Shaxsiy samaradorlikni oshirishning 2 usuli mavjud. Bularning birinchisi boshqalar ustidan manipulyativ texnikalarni qo'llash. Ikkinchisi shaxsiy
aktivlashish texnologiyasidir. Ushbu kitobda bir qancha manipulyativ texnikalarni ham keltiramiz. Bu texnikalardan foydalanish sizning jamiyatdagi o'rningizning belgilanishida katta rol o'ynaydi. Ammo ularni qo'llash ma'lum bir ichki erkinlik darajasidan oshib ketsa foyda bermay qo'yadi. Biror darajaga erishgandan keyin siz ichki qarshilikka uchraysiz. Sizning ongingizning g'ayrishuuriy qismi o'ylagan narsalaringizni amalga oshirishingizga qarshilik ko'rsata boshlaydi. Siz irodangizni ishga solib, o'ylagan ishingizni bajarishga chog'lanasiz, lekin nafasingiz siqib qoladi yoki yuragingiz biror ish topadi yoki o'ta kuchli og'riqlar paydo bo'la boshlaydi. O'zingizning darajangizga mos bo'lmagan darajaga erishishingiz ichki kurashni keltirib chiqaradi va sog'lig'ingiz yemira boshlaydi. Siz qulligingizcha qolasiz. Yuqori darajali ko'p haq to'lanadigan, lekin qul bo'lib qolasiz. Nazoratchi keragidan ortiq erkin bo'lmasligingiz uchun hamma ishni qiladi. Ikkinchi usul, ya'ni shaxsiy aktuallashish sizdan anchagina mehnat talab qiladi, lekin buning natijasida siz va ichki va tashqi erkinlik darajalarining doimiy muvozanatda bo'lishini ta'minlaysiz. Bu strategiya o'z psixikamizni taqiqlardan ozod qilish va asta-sekin nazoratchini siqib chiqarishdan iboratdir. Lekin bunda ham uni faqat sizning ijodiy potensialingizni qay darajada siqib qo'ygan bo'lsa, shu darajagacha siqib chiqarish kerak bo'ladi. Uni to'liq siqib chiqarishga urinsangiz, himoyasiz qolib ketishingiz mumkin. Erkinroq odam ko'proq imkoniyatlarni ko'radi va bu imkoniyatlardan foydalanishda tormozlari ham kamroq bo'ladi. Taqdir bizga har kuni imkoniyatlar beradi, lekin nazoratchi ulardan foydalanishimizga yo'l qo'ymaydi. U bu narsa yuqori odamlar uchun va biz bundan foydalana olmasligimizga ishonadi. Bu yuqori odamlar bo'lsa, aynan erkin odamlardir. Ular bu imkoniyatlarni yonlaridan o'tkazib yuborishmaydi va unumli foydalanishadi. Demak, erkin odamning shaxsiy muvaffaqiyatga erishishiga ko'proq imkoniyat bor. Dominantlik. Dastlab dominant tushunchasi nima ekanligini aniqlab olsak, uni ingliz tilidan tarjima qilsak, hokimlik qilmoq, hokim, ustunlik degan ma'nolarni beradi. Dunyo paydo bo'lganidan beri odamlar hamma vaqt ikki guruhga bo'linishgan: yetakchi va bo'ysunuvchi, xo'jayin va qul, zo'ravon va jabrdiyda, hokim va fuqaro, rahbar va xodim va shunga o'xshashlar. Dominantlik nafaqat odamzod jamiyatida, balki hayvonot dunyosida ham juda taraqqiy qilgan institut. Aytish mumkinki, dominantlik insonga hayvonot dunyosidan kirib kelgan. Etologiya fani asoschisi Konrad Lovrensning kuzatishlariga qaraganda, xarakter jihatidan inson jamiyatiga pavianlar to'dasi mos kelar ekan. Pavianlar to'dasini dominant erkak maymun boshqaradi. U maymunlar ichida eng kuchli va eng aqllisi bo'ladi. Uning vazifasi to'dadagi eng asosiy qarorlarni qabul qilish va umumiy yig'ilgan oziq-ovqatlarni taqsimlashdan iborat. Bundan tashqari, barcha urg'ochi maymunlar unga tegishli. Pavianlar ichida urg'ochi maymunlar gavdasi eng kichik va eng kuchsizlaridir. Shuning uchun ular doimo to'daning o'rtasida, boshqa maymunlarning himoyasida bo'lishadi. To'daning yana boshqa turdagi a'zolari subdominantlardir, ya'ni qo'riqchi va jangarilar. Ular to'daning oldida yurishadi. Vazifalari to'dani dushmandan himoya qilish va ov qilish. Ular ovqat qidirishmaydi. 3-darajali maymunlar topib kelgan oziq-ovqatlar bilan kun kechirishadi. To'daning yon tomonlarida 3-darajali a'zolar yurishadi. Bular
mehnatkashlardir. Ular to'daning oziq-ovqat zaxirasini to'ldirish uchun mehnat qilishadi, mevalarni terishadi va juda zarur bo'lgan hollarda to'dani yon tomondan himoya qilishadi. Ularni mehnatkash bo'lish, boshqalarni hurmat qilish, bular bo'lmasga o'zini ko'rsatavermaslik ruhida tarbiyalashadi. To'daning orqasida bo'lsa, kuchdan qolgan erkak maymunlar va hali voyaga yetmaganlar yurishadi. Bular to'daning eng past darajali a'zolari. Dominant erkak yig'ilgan oziq-ovqatlarni o'zi xohlagancha taqsimlaydi. Birinchi galda va eng yaxshi bo'laklar subdominantlar va ayollarga ajratiladi. Albatta, bu jarayonda u o'zini esdan chiqarmaydi, chunki uning o'zi eng oliy pog'onaga tegishli. Ulardan qolgan oziq-ovqatlar 3-darajali a'zolarga beriladi. Ular talashib tortishib yeganlaridan qolgani, agar qolsa, to'da orqasidagilarga nasib qiladi. Barcha urg'ochi maymunlar dominant erkak maymunga tegishli bo'lganligi uchun boshqa maymunlarning ularga yaqinlashishga haqqi yo'q. Agar dominant maymun biror narsa bilan mashg'ul bo'lib, urg'ochilarning birortasini e'tibordan qochirsagina, subdominantlar ular bilan qo'shilishlari mumkin. 3-darajali maymunlar bo'lsa, urg'ochilarni orzu qilmasa ham bo'ladi. Bu holat deyarli to'liqligicha odamzod jamiyatida ham kuzatiladi. Faqat ozgina farqi mavjud. Bu ham bo'lsa, inson jamiyatida erkak va ayollarning bu darajada keskin ajratilishi kuzatilmaydi. Shuning uchun bizning jamiyatimizda ayollar ham dominant va subdominant darajasida bo'lishi mumkin. Dominantning yana bitta xususiyati borki, u doimo o'z maqsadlarini ko'zlaydi. U o'z to'dasining muammolarini hal qilishi, ularning normal hayot kechirishiga harakat qiladi. Lekin shu jarayonda u o'z muammolarini ham hal qiladi. Ya'ni u boshqalarning muammolarini hal qilish yo'li bilan o'zining boylikka, hokimiyatga, shuhratga va boshqalarga intilishlarini qoniqtiradi. Dominantlik va oliy odam konsepsiyalari deyarli bir xil bo'lgan konsepsiyalardir. Ikkalasida ham hokimiyatga intilish yorqin aks etgan va ikkalasi ham o'z irodasini boshqalarga o'tkaza oladi. Demak, oliy odam bu o'z irodasini boshqalarga o'tkaza oladigan va jamiyat hayotini boshqara oladigan odamdir. Oliy odam hamma vaqt tarozining bir pallasiga o'zini qo'yadi, ikkinchi pallasiga bo'lsa boshqa barcha odamlarni qo'yadi. Ya'ni men va butun dunyo konsepsiyasi paydo bo'ladi. Oliy odamning har qanday boshqa odam bilan munosabati o'sha odamning oliy odamga foydalilik darajasi va uning oliy odamning maqsadlarini amalga oshirishida qanday rol o'ynashiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni sizdan boshqa har qanday odamning o'z-o'zicha hech qanday qimmati yo'q. Uning sizga bo'lgan munosabati uning siz uchun qimmatini belgilaydi. Aytaylik, sizga yoqadigan ayol yoki erkak sizni nazariga ham ilmaydi. Bu holatda uning siz uchun hech qanday qimmati yo'q. Hatto u eng go'zal, qaddi-qomati kelishgan va boy bo'lsa ham. Uning o'rniga sizning xushtagingizga uchib keladigan va sizning buyrug'ingiz bilan har qanday ishni qilishga tayyor turgan, uncha go'zal bo'lmagan kishi siz uchun qimmatliroq bo'ladi. O'zini inkor qilganlaridan kuyinish oliy odamga xos xislat emas, chunki u oliy odam. Buni u boshqalarga isbotlashining keragi yo'q. Uning shunaqaligini bilishmasa, o'zlariga qiyin. Ammo buni qabul qilish juda qiyin ish, chunki bizga doimiy ravishda bizning boshqalardan farqimiz yo'qligi, biz ham boshqalarga o'xshashimiz haqida uqtirib kelishgan. Bu fikrlar bizning o'zimizga ishonchimizni, to'g'ri yo'l tutayotganimizga bo'lgan ishonchimizni so'ndiradi. Lekin boshqa tomondan olib qaraganda, xohlagan bir ishimiz
bir tomondan to'g'ri bo'lsa, ikkinchi tomondan noto'g'ri deb talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun bizning asosiy vazifamiz hayotda o'z o'rnimizni topishimiz kerak. Buning uchun siz bitta narsani yaxshi bilib olishingiz kerak. Siz yagonasiz, qaytarilmassiz. Dunyoda siz bittasiz. Siz oliy odamsiz, tanlangansiz. Sizdan boshqa hech kim tanlangan emas. Faqat siz tanlangansiz. Shuning uchun sizning boshqa odamlarnikidan farq qiladigan o'z qonun qoidalaringiz bor. Shunday ekan, siz shu bugundan boshlab o'zingizni tutishingizni, mimikangizni, gavda harakatlaringizni, gapirish uslubingizni va tashqi ko'rinishingizni o'zgartirishingiz kerak. O'z o'tmishingizni qayta ko'rib chiqib, ichki nazoratchidan qutulishingiz kerak. Qanday qilib tizimdan foydalanish mumkin? Tizimning quli bo'lmaslik uchun siz unga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Yoshligimizdanoq bizga bizni ezuvchilarni yaxshi ko'rishimiz kerakligi uqtirilgan. Kattalarni hurmat qil. O'sha kattaning ahmoq ekanligi bunda e'tiborga olinmagan. Aslini olganda, o'zini ezayotgan kattalarni qancha ko'proq hurmat qilgan odam hayotda shunchalik kamroq muvaffaqiyatga erishishi haqida hech kim gapirmaydi. Eslangchi, sizning sinfingizda nechta a'lochilar bo'lgan va shulardan nechtasi katta muvaffaqiyatga erishganligini hisoblab ko'ringchi. Ularning ko'pchiligi zo'rg'a uchma-uch qilib yashayotganligining guvohi bo'lasiz. Endi o'zingiz bilan ikkinchilarning hayot tarzini bir tahlil qilib ko'ringchi. Ularning ko'pchiligi o'sha a'lochilardan yaxshiroq hayot kechirayotganligini e'tirof etmasdan ilojingiz yo'q. Agar biror kishi sizni ezayotgan va siz bunga qarshi hech nima qila olmasangiz, ichingizdan undan nafratlangan holda baribir unga bo'ysunasiz va ezishlariga chidaysiz. Bunda siz o'zingizning kuchsizligingiz, ezilganligingiz, ojizligingiz va notavonligingizni his qilasiz. Siz bunda faqat energiyangizni yo'qotasiz. Shuning uchun birovga bo'ysunishingizga to'g'ri kelsa, albatta xursandchilik va mamnuniyat bilan bo'ysunishga harakat qiling. To'g'ri, agar bo'ysunmaslik va buning natijasida jazo olmaslik mumkin bo'lsa, umuman bo'ysunish kerak emas. Ammo bunday bo'lmasa-chi? Bunda albatta bo'ysunishingizga to'g'ri keladi va siz qanchalik mamnun bo'lib bo'ysunsangiz, o'zingizga shunchalik yaxshi bo'ladi va kamroq zarar ko'rasiz. Lekin bo'ysunayotib ham sizni ezayotganliklarini va bir kuni siz buni ularga to'liq qaytarishingizni hech qachon yoddan chiqarmasligingiz kerak. Chunki mag'lub bu kaltak yegan va jazolangan odam emas, balki o'zining yengilganligini tan olgan odamdir. Kurashlar ichida dzyudo va sambo kurashlari shunisi bilan ajralib turadiki, unda mag'lub tomon o'zining yengilganligini tan olguncha kurash davom ettiriladi. Og'ir ahvolda qolgan kurashchi o'zining yengilganligini gilamga kaftini urib raqibiga anglatadi va shundan keyin kurash to'xtatiladi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, hayotda og'ir ahvolda qolsangiz yoki boshqa chiqish yo'lingiz bo'lmasa, qarshi tomonning falsafasini vaqtinchalik qabul qilish mumkin. Faqat shu shart bilanki, sal keyinroq albatta ana shu falsafa yordamida uning kuragini yerga tekkizish kerak bo'ladi. Tizimni o'zingizga xizmat qildirish uchun bu tizimda qabul qilinganidan boshqacharoq g'oyalar asosida ishlashingiz va yashashingiz kerak bo'ladi. Agar qarshingizdagi odam siz bilan shaxmat o'ynamoqchi, siz esa uning donalarini urib tushirmoqchi bo'lsangiz,
natijada kim yutib chiqishini oldindan aytib berish mumkin. Chunki raqibingiz har qancha urinib turli xil yurishlarni o'ylab topgani bilan oddiygina urib olish orqali uning xohlagan bir donasini taxtadan olib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Sizning asosiy maqsadingiz raqibingizning yoki sharoitning ustidan nazoratingizni o'rnatishdir. Agar biror hodisa sodir bo'lsa-yu, siz undan biror ma'no chiqara olmasangiz yoki ayni sharoitda ishlamaydigan texnikalardan foydalansangiz, demak siz yengildingiz. Xohlagan bir kishidan foydalanish uchun shu sharoitga mos afsonani o'ylab topishingiz kerak bo'ladi. Ammo sizning o'zingiz bu afsonaga ishona boshlasangiz, demak yana yutqazdingiz. Bu holda siz bu faqat o'yin ekanligi va sizning maqsadingiz raqibingizni kuchsizlantirish ekanligini esdan chiqarmasligingiz kerak. Agar raqibingiz sizning yurishingizning ma'nosini bilib qolsa, u bilmaydigan boshqa afsonani ishga soling. Ko'pincha odamlarda shaxmatda oq va qora donalar bor. Shulardan qaysi biri bo'lasan deb savol berilsa, ular ko'pincha oq donalar deb javob berishadi. Nimagadir ko'pchilik shaxmatda yana shaxmat o'yinchilari ham bo'lishini hisobga olishmaydi. Siz doimo o'yinchi pozitsiyasida bo'lishingiz kerak. Atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar sizga ta'sir qilmasligi va hissiyotlaringizni qo'zg'amasligi kerak. Bunda tomoshabin rolini o'ynash juda qo'l keladi. Siz teatrda yoki sirkda masxarabozlarning tomoshasini ko'ryapsiz. Aytaylik, sizning korxonangizga soliq inspektori bosqin uyushtirdi. Bunda siz ajoyib tomoshaning guvohi bo'lasiz va bu tomoshadan mazza qilasiz. Ammo har qanday yaxshi tomosha uchun pul to'lash kerak bo'ladi. Yoki siz kasalxonada navbatchi vrachsiz. Sizni rosa bo'ralab so'kayotgan jinnini olib kelishdi. Undan xafa bo'lishingiz kerakmi? Yo'q. Siz unga tinchlantiruvchi dorini ho'kizning yoki filning dozasida berish kerakligi haqida o'ylaysiz. Bog'cha tarbiyachisi roli ham ayrim hollarda yaxshi natija beradi. Bog'cha opa jinni deyotgan shumtakaning gapi sizni ta'sirlantirmaydi va yaxshi, men jinniman, qani sen tuvakka o'tirchi deysiz va olam guliston. Bu dunyoning qonun qoidalari siz uchun emas. Siz o'zingizning qonun qoidalaringiz bo'yicha o'ynaysiz. Bunda boshqalar sizni ularning qoidalari bo'yicha o'ynayapti deb o'ylashlari sizga katta yutuq keltiradi. Sizning boshqacha qoidalar bo'yicha o'ynayotganligingizni o'zingiz bilsangiz bo'lgani. Oliy odamning sifatlari. Oliy odam bu shaxs emas. Doimiy ravishda oliy odam qiyofasida yurish ham mumkin emas. Ma'lum bir vaqt oralig'ida va ma'lum bir vazifani bajarish uchungina biz oliy odam qiyofasiga kirishimiz mumkin. Doimiy ravishda oliy odam qiyofasida bo'lish kishining jamiyatdan ajralib qolishiga olib keladi. Agar biz o'zimizning maqsadimizga ega bo'lmasak, boshqa kimdir biz uchun maqsadlarni o'ylab topadi. Chunki odam doimo qandaydir biror maqsadga intilib yashaydi. Agar o'zimizning maqsadimizni amalga oshirmasak, boshqalarning maqsadi uchun kurashamiz va o'zimizni qurbon qilamiz. Maqsadlar ikki xil bo'ladi: ichki va tashqi. Ichki maqsadlarga o'z shaxsiy manfaatlarimizni qondirish kiradi. Odamning shaxsiy manfaatlariga uning instinktlarini qondirish kiradi. Bular yaxshi ovqatlanish, kiyinish, qulay sharoit, seksual instinktning qondirilishi kabilardir. Bu narsalarga ega bo'lish uchun unchalik zo'r berishning keragi ham yo'q. Chunki kuniga 10 kilogramm oziq-ovqatni yeya olmaymiz. 100 ta kiyim boshni bir vaqtda kiya olmaymiz. Joylashishimiz uchun
3 kvadrat metr joy yetarli. 10 ta mashinani haydashning iloji yo'q. Demak, bundan shunday ma'no kelib chiqadiki, inson hayotini o'zgartirishi uchun ichki maqsadlar asosiy rol o'ynamaydi. Tashqi maqsadlar bo'lsa, qandaydir o'z shaxsiy manfaatlarimizdan tashqaridagi biror ishni bajarishga yo'naltirilgan bo'ladi. Masalan, o'z tug'ilib o'sgan qishlog'ingizda hashamatli masjid bo'lmasa, siz o'z hayotingizni bekorga yashagan deb hisoblaysiz. Yoki yetim bolalarning ko'chada qolib ketishi siz uchun chidab bo'lmas holat. Yoki o'zbeklarning argtexnika ishlab chiqarishda yaponlardan orqada qolishi sizni g'azablantiradi va bu holatlar bo'lmasligi uchun joningizni ham berishga tayyorsiz. Xuddi ana shu tashqi maqsadning bo'lishi insonni rivojlanishga, imkoni yo'q narsalarni amalga oshirishga chorlaydi. Motivatsiya biror ishni bajarishda juda katta rol o'ynaydi. Kuchli motivatsiya dunyoni ag'dar-to'ntar qilishga qodir bo'lgan kuchning paydo bo'lishiga olib keladi. Yoshligimda bitta sinfdoshim aytib bergan edi. U qo'shnisining molxonasiga kechasi tushgan. Nima maqsadda tushganligi ikkinchi darajali masala. Uning molxonada yurganligini sezib qolgan uy egasi panshaxa bilan uni quvlaydi. Qochishga hech qanday yo'l qolmaganidan keyin o'sha 5-sinf bolasi balandligi 3 metrdan ziyodroq bo'lgan paxsa devordan sakrab o'tib qochib ketadi. Professional sportda ham hali bunaqa balandlikning zabt etilganligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q. O'z hayotini saqlab qolish hissi uni shu ishni bajarishga majbur qilgan. Ikkinchidan, oliy odam o'zining tanlangan ekanligini his qilib turishi va shu bilan birga bu dunyoda hech kim unga hech narsani shunday berib qo'ymasligini bilishi kerak. Oliy odam jamiyatdagi boshqa odamlardan farqli ravishda uning miyasiga quyilayotgan manipulyativ ma'lumotlarni o'ziga qabul qilmaslik kuchiga ega bo'lishi kerak. Odamlar o'zlariga kerakli narsani o'zlari talab qilib olmasliklari uchun turli xil usullar o'ylab topilgan. Ularning ichida eng samarali usul bu ertaklar va maqollar yordamida tarbiyalashdir. Bolalarning eng sevib eshitadigan ertaklari, multfilmlari va kinolarini bir nazardan o'tkazsak, ularning eng yaxshi ko'rib tomosha qiladiganlari Zolushka, Uyqudagi malika, Qizil shapkacha, Oppog'oy, Alvon yelkanlar va shunga o'xshashlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, bularning hammasida qahramonlar o'zlari biror harakat qilmasdan va ko'pchilik hollarda mantiqqa zid ravishda o'z baxtlaridan qochib yurib baxtga erishishadi. Bu esa oliy odamning falsafasiga zid keladi. U tasodifiy omadga ishonadigan Zolushka emas. Baxt va omad o'z oyog'i bilan oldiga kelishini va unga yalinishini faqat atrofdagi biomassa kutib o'tiradi. Agar bu dunyodan yoki odamlardan oliy odamga biror narsa kerak bo'lsa, buni u yo tortib olishi yoki boshqalar unga shu narsani o'zlari o'z ixtiyorlari bilan keltirib beradigan sharoit yaratishi kerak. Bunda iltimos, tahdid, majburlash, yolg'on, raqiblarning ishlashi uchun yomon sharoitlar yaratish, intrigalarni qo'llash mumkin. Bu qurollarning har biri bilib ishlatgan kishining qo'lida juda katta kuchga ega bo'ladi. Oliy odam doimiy ravishda rivojlanishi va kuchga to'lishi kerak. U atrofdagi odamlar kabi axloq-odob, zarurat, majburiyat qoidalariga o'ralashib qolmasligi kerak. Agar u biror ish qiladigan bo'lsa, buni atrofdagilarning fikridan kelib chiqib emas, balki o'zi bunga qanday qarashidan kelib chiqib qilishi kerak.
o'zini tutishning qaysi turi unga foyda keltirsa va ma'qul kelsa, o'zini shunday tutishi kerak. O'ziga nisbatan hurmatsizlik qilgan odamni ezib, yanchib tashlashi yoki o'zi qilmagan aybi uchun undan kechirim so'rab yana o'z yo'lida davom etaverishi uning mana shu sharoitda nimaga intilayotgani va nimani o'z oldiga maqsad qilib qo'yganiga bog'liq. Atrofimizdagi olam doimiy ravishda bizga hujum qiladi. U bizning ijtimoiy va moliyaviy ahvolimizni yomonlashtirishga harakat qiladi. Jamiyatda qanchalik yuqoriga ko'tarilsak, u yerda qolishimiz shuncha qiyinlasha boradi. Qanchalik yuqoriga ko'tarilsangiz, siz haqingizdagi mishmishlar ham shunchalik ko'paya boradi va obro'yingizga putur yetkazishga harakat qila boshlashadi. Oliy odamning atrof muhitning hujumidan o'ziga xos psixologik himoyasi mavjud, ammo uni ham yengishning bir nechta usullari bor. Eng avvalo, har qanday odamni uning ikkilanishi va o'ziga ishonmasligi orqali yengish mumkin. Ya'ni, mening tanish-bilishlarim, pulim, jamiyatda o'z o'rnim bo'lmas ekan, men qanday tanlangan bo'lishim mumkin? Boshqa biror oliy odam uchrab qolsa, men nima qilaman kabi ikkilanishlar bizning ichimizdan yemiradigan asosiy kuchdir. Sizning hozirgi holatingiz hech nimani hal qilmaydi. Sizning maqsadingiz barchasini hal qiladi. Yana shuni esda tutish kerakki, bu dunyoda sizdan boshqa oliy odam yo'q. U birgina va bu ham sizsiz. Keyingi o'rinda achinish turadi. Achinish hissi tufayli ko'pincha biz o'zimizga kerak bo'lmagan ishlarni qilamiz. Kimdir sizda achinish hissini uyg'otish uchun o'zining kuchsizligi, kasalligi, nochorligi, yordamga muhtojligi, ezilganligi, puldan siqilib qolganligi, boshqalar uni aldaganligi, biror ishni bajarishga vaqti yetmaganligi, uning ma'lum bir vazifani bajarishiga tashqi kuchlarning qarshilik qilganligi va boshqa muammolarni keltirishi mumkin. Buning ta'sirida siz o'zingiz uchun zararli bo'lgan biror bir ishni amalga oshirasiz. Aybdorlik kompleksi bizdan foydalanish uchun ishlatish mumkin bo'lgan kuchli qurollardan biridir. Keyingi dushmanimiz vijdondir. Vijdon biror ishni to'g'ri qilayotganimizga ishonchni yo'qotish uchun qo'llaniladigan quroldir. U bizning ichimizdagi qurollangan dushmandir. O'zimiz egallashni xohlagan biror narsani o'zimizniki qilib olish jarayonida vijdon bosh ko'taradi va sen nohaq ravishda birovga tegishli bo'lgan narsani egallashga urinyapsan deydi. Buning natijasida o'zingiz qilayotgan ishning haqiqatdan ham to'g'riligiga shubha bilan qaray boshlaysiz va oxir oqibatda yutqazasiz. Ichimizdagi navbatdagi dushman bu o'zimizga past baho berishimizdir. Har qanday odamga 40 marta sen ahmoqsan deyilsa, u o'zining aqli joyida ekanligiga shubha bilan qaray boshlaydi. Bu yerda 40 sonini absolyut ma'noda tushunmaslik kerak, balki ko'p degan ma'noda tushunsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni atrofdagilarning ta'siriga tushmaslik uchun ularning aytayotgan gaplarini umuman tinglamaslikni o'rganish kerak. Jismoniy ma'noda umuman tinglamaslik emas, balki sizga ta'sirining bo'lmasligi ma'nosida tinglamaslik kerak. Boshqalarning aytganlari siz uchun ovozli fon darajasida ta'sir qilishi va bu fondan ularning nima istayotganlarini aniqlash va ularga qarshi qo'llash uchun foydalanish kerak bo'ladi. Hech narsadan va hech narsani yo'qotishdan qo'rqmaydigan odam ustidan hokimiyat o'rnatish mumkin emas. Chunki uning yo'qotadigan narsasining o'zi yo'q. Hayoti uning uchun qadrli emas. Uning zaif tomonlari mavjud emas. Bunday odamni jazolash, majburlash, manipulyatsiya qilish
va boshqa usullar bilan o'z xohishingni bajartirishning iloji yo'q. Bunga misol qilib, 1066-yili Normanlar qiroli Vilgelmning Gastings yaqinidagi jangini keltirish mumkin. U Angliya zaminiga tushgandan keyin barcha kemalarni yoqib yuborishga buyruq bergan. Shunda Normanlarning kichik qo'shini butun boshli Angliya oldida turgan. Normanlarning o'lishdan yoki g'alaba qozonishdan boshqa ilojlari qolmagan. Shunda ular jang qilishadi va Angliyani bosib olishadi. Hech narsani yo'qotishdan qo'rqmaydigan kishi juda katta samaradorlik bilan faoliyat olib borishi mumkin. Agar hech narsadan qo'rqmaydigan bo'lsangiz, siz bilan boshqalarning hisoblashmasdan ilojlari yo'q. Sizning bu dunyoda yo'qotadigan narsangizning o'zi yo'qligini tushunib yetishingiz kerak. Hech narsa sizga umrlik berilgan emas. Hatto joningizni ham bir kuni topshirasiz va qachon ekanligini o'zingiz ham bilmaysiz. Katta tezlikda kelayotgan avtomobil haydovchisi sudya keragidan ortiqroq otib olgan pianista yoki narkoman sizning hayotingizga nuqta qo'yishi mumkin. Bilmasdan biror qog'ozga imzo qo'yishingiz, butun mol-mulkingizni yo'qotishingizga sabab bo'lishi, jahl bilan aytilgan bir og'iz so'z oilangizdan ajralishingizga olib kelishi mumkin. Lekin sizning ichki kuchingizni hech kim, hech qachon va hech qanday shartlar asosida sizdan tortib ola olmaydi. Bu haqiqatdan ham sizga tegishli bo'lgan yagona narsadir. Oliy odam holatini o'rganish uchun kitoblarni o'qish kamlik qiladi. Bunga haqiqiy amaliyot talab qilinadi. Uning asosiy kuchi uning ko'rinishi, qurollari va texnikasi emas, balki uning psixikasining holatidir. Uning yagona qonuni bor. U ham bo'lsa uning o'zidir. Sizning oliy odam bo'lishingizga o'zingizning fikrlaringizdan boshqa qarshilik qiladigan kuchning o'zi yo'q. Uning uchun o'zining haqligidan boshqa fikr noo'rindir. U hamisha haq va uning har bir aytgan gapi haqiqatdir. Boshqa hamma narsalarni qo'ylar o'zini oqlash uchun va cho'ponlar qo'ylarni boshqarish oson bo'lishi uchun o'ylab topishgan. U hamisha haq bo'lganligi sababli u o'zining haqligi isbotlab o'tirishiga hojat yo'q. U hech kim bilan bahslashmaydi va isbotlashga harakat qilmaydi. Biomassa xohlagan narsaga ishonishi mumkin, lekin u oliy odamning foydasiga harakat qilishi kerak. Oliy odam uchun natija muhim emas. Uni faqat harakat qiziqtiradi. Natijaga bog'liq emaslik uni yuqori natijalarga erishishiga sabab bo'ladi. U xohlagan bir fikrga, nazariyaga va amaliy ishga o'z foydasini ko'zlab tanqidiy yondashadi. Oliy odam bu odamzod rivojlanishidagi oliy cho'qqidir.